Muncha gapiraverasiz o'sha do'zaxni, o'limni deydi ba'zi birodarlar. Yo'q, bu dunyodan bezdirish emas bu. Aqlni kirgizish bu. Nima uchun shu gunohni qilyapti? Do'zax esida yo'qda. Ertaga jahannam bor. Ertaga buni hisobi kitobi bor. Hamma narsa ertaga hisobsiz qolmaydi. Zarracha biror bir amalimiz hisobsiz qolmaydi. Shuni bilgan odam, qani shu yerda o'tirganlar, kimni kafolati bor jannatga kirishga? Bormi kafolat? Faqat Allohning rahmatidan umidimiz bor. Banda amaliga qaralsa, amali bilan daraja topolmaydi. Allohning rahmati bilan, Allohning shafqati ila biz yuzimizni yorug' bo'lishidan umidvormiz. Allohning bergan ne'matiga bizni amalimiz yetadi deb o'ylaysizmi? Nima qila oldikki banda bo'lib, Allohning bizga bergan, yaratib qo'ygan, inson qilib yaratganiga shukronalarimizni keltira olsak. Qo'limizdan kelganini qilamiz, Allohdan umid qilamiz. Dehqon osmonda bulutni ko'radi, qora bulutni ko'rib yomg'irdan umid qiladi. Unda umid qayerdan paydo bo'ldi? Bulutga qarab, bulutni sababidan yomg'irdan umid qildi. Biz ham ibodatimizdan, takbir va tasbihimizdan, Allohga bo'lgan ibodatimizdan umid qilamiz. Umid qilamiz. Alloh taolo yuzimizni yorug' qilsin, xatolarimizni kechirsin, yaxshiliklarimizni oshirsin.